Zangiota tumanidagi ta'lim muassasalarida 2024-2025 o'quv yili davomida turli xil tanlovlarda, musobaqalarda hamda fan olimpiadalarida yuqori natijalarga erishgan iqtidorli o'quvchilar ko'pchilikni tashkil etadi. O'quv yili yakunida ushbu yoshlar tuman hokimi tomonidan tantanali taqdirlanishdi. Hozirgi lavha shu haqda. Yurtimizda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanib katta natijalarga erishayotgan o'quvchi yoshlarning soni kundan kunga ko'payayotgani quvonarli. Bu kabi iqtidorli o'quvchilar Zangiota tumanida ham ko'pchilikni tashkil etadi. Joriy yilning may oyida tuman hokimi tashabbusi bilan hokim sovrini uchun 5 ta fandan fan olimpiadasi o'tkazilgan edi. Unda Zangiota tumanidagi ta'lim muassasalarining 724 nafar 8-chi, 9-chi, 10-chi, 11-chi sinf o'quvchilari ishtirok etgan edi. Ulardan 60 nafari faxrli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinlarni qo'lga kiritib, tuman hokimi tomonidan diplom, medal hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Tadbir davomida prezident sovrini uchun respublika bo'yicha o'tkaziladigan xorijiy tilni eng yaxshi o'qitadigan maktab tanlovining tuman bosqichi g'oliblari ham munosib rag'batlantirildi. Joriy yilning may oyi boshida Chexiyaning Lidisi shahrida 69 ta davlat vakillari ishtirokida xalqaro bolalar rasmlari tanlovi bo'lib o'tgan edi. 11 ming nafardan ortiq o'quvchilar orasida Zangiota tumani vakillari 5 ta oltin medal hamda sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Jarayonda mana shu o'quvchilar alohida e'tirof etildi hamda maxsus sovg'alar topshirildi. Shuningdek, maktab direktorlari hamda jonkuyar ijodkor o'qituvchilar ham tashakkurnomalar bilan taqdirlanishdi. Men rasm chizishni yoshligimdan boshlaganman. Ko'pincha tabiatni, odamlar chizishga qiziqaman. Ko'plab tanlovlar, musobaqalarga qatnashib kelyapman. Chexiyadan onlayn musobaqa o'tkazgan uchun rasm chizib jo'natganimda birinchi o'rin oldim. Orzularim yanada zo'r rasmlar chizib muzeylarga qo'yish, boshqa davlatlarga jo'natish, davlatimiz urug'ini yanada ko'tarishga harakat qilaman. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, joriy o'quv yilida tumandagi 22-chi umumta'lim maktabida tasviriy san'at sinfi tashkil etilgan. Bu esa o'quvchi yoshlarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi ayni shu sinfda o'qib, o'z mahoratini sinovdan o'tkazish uchun xalqaro tanlovda qatnashgan o'quvchi bugun oltin medal egasi. Tasviriy san'at yo'nalishida 30 ga yaqin bolalar shu to'garakka qamrab olingandi va shular qiziqishidan kelib chiqib o'quvchilarni darsdan keyin mashg'ulotlar olib borildi va ularda shu ijodiy ishlarini tumanga olib chiqdik, viloyatga va respublikalarga tanlovlarga olib chiqdik. Hukumat qaroriga asosan maktabimizda tasviriy san'at sinfi tashkil qilindi va bizga yana ko'proq imkoniyat berildi. Va bundan ruhlangan o'quvchilarimiz bilan shu Yevropa davlatlarining va shu Misrda va Chexiyada bo'lib o'tgan bolalar tanlovlarida biz qatnashib keldik. Umumiy olganda 10 nafardan ortiq bolalarimiz o'sha xalqaro tanlovlarda ishtirok etib kelishdi va medal va sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Sinf tashkil etilishi bolalarga shu tasvir san'atni yana ham chuqurroq o'rganish uchun, shu ranglar bilan ishlash, bolalarning o'ziga psixologiyasiga ta'sir qilish uchun juda katta foyda beradi. Yana ham ko'proq bolalarni o'sha qamrab olamiz, xalqaro tanlovlarga qatnashish va natijalarimiz bundan-da yaxshiroq bo'lishiga harakat qilamiz. Yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar ularning iqtidorini ro'yobga chiqarib, yuksakcha o'qilarni zabt etishiga turtki bo'lmoqda. Buning yaqqol isbotini Zangiota tumanining fan olimpiadalari, xalqaro tanlovlarda muvaffaqiyatga erishgan yoshlari misolida ko'rishimiz mumkin.